Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Toshpo'latov Alimardon. Bugun sizlar bilan foydalanuvchi bilan ishlash interpolyatsiyani ko'ramiz. Hop, foydalanuvchi bilan ishlash uchun bizga brauzer kerak bo'ladi. Brauzer yordamida ishlaymiz. Hop, masalan, foydalanuvchi bilan ishlashning eng oddiy usuli bu alert. Alert bu foydalanuvchiga so'rov berish uchun ishlatiladi. Hop, alert ichiga ogohlantirish yozamiz. Masalan, kirish mumkin emas deb. Bu yerda foydalanuvchiga chiqadi shu narsa. Obnovid qilamiz. Mana kirish mumkin emas deb chiqadi. Ungacha sayt obnovid deb turadi. Qachonki tasdiqlaydi, keyin kirish mumkin bo'ladi. Va undan tashqari bizada savol ham berishimiz mumkin. Masalan, ismni so'raymiz. Prompt yordamida prompt bizga ism so'rash uchun yoki boshqa so'rovlar uchun kerak. Ismingizni kiriting deymiz va alertga salom. Hop, mana bu plyuslar bizga tekstlarni yopishtirib beradi. Hop, buni zamonaviy usuli bor. Interpolyatsiya deyiladi. Faqat bekdek eski pastak chiziqcha bilan yoziladi. Oddiy chiziqcha bilan yozsangiz ishlamaydi. O'zgaruvchilar esa dollar va figurni qavs ichiga yoziladi. Bu yerda o'zgaruvchi mana bu ismni kelgan qiymatni bu yoqqa yozib ketadi. Va ishlatib ko'ramiz. Bitta obnovid qilaman. Ismingizni kiriting. Joe deb yozamiz. Salom Joe, xush kelibsiz deb yozuv chiqarib beradi. Mana shu bizada interpolyatsiya hisoblanadi. Oddiy matnlarni yozib ketaverar ekanmiz, faqat o'zgaruvchi yozilishi kerak bo'lgan joyga dollar va figurni qavs ichiga o'zgaruvchini nomini yozishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, vazifalar bor. Shu vazifalarni qilib ko'rib, yanada mustahkamlab olasizlar.